شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا. Assalamu alaikum hurmatli cemaatimiz. Allah azze ve celle hemimizdeki şu mübarek aylıke kıygan, tavazkan, emel ibadetlerimizde de gayda esnet kabul kıysun. Bugünkü bana taksimlerden kıyımının ismi 4 mezhebinki olaydaki ve onu kadar düşünürüz. Bütün şikiri tarafını tensuzda çoğunu olmayınca Vakıfsızlığa temiken. Şuna ben buna yerimini kısaca kulastaydı. Mezheplerinki kirip çıkış kanunuydu. Zaten İslam'da mezahip zaten kayısı ağır kılmış asasında meydana gelgen, onunki zaten nemi kanuniyet tutup kurulgandı diye. Bunu da çiriştin buran azrak bir mukaddimeyle çizelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minel zulumati ilen. Allah azze ve celle nazil kıygan vehinin yani kitabını nazil kıygan vakıda kitabını nazil kılıştı ki gayine insaniyetinki karangılıktan yorug'liqqa yetaklishi uchun degan mushu sabab asosida bayon. Bu oyatninki ma'nosi u chiqarishini ko'rsatuvchi insoniyat bir ilohiy risola bo'lmagan, ilohiy bir yetakchi bo'lmagan holatda insoniyatninki to'g'ri xatoni bilish qudrati yani akılınki şu kişilerinki dünya ve ahiretki baxt saadetini tapalaydigan holatga akıl dengesini saklap turalishi mumkin emas. Demek Kur'an-ı Kerim'nin nazil kılışının oldidagi kişilerin mevcut haletini Allah Teala karangılık deb sifatladi. Bu yerdeki karangılıkninki dairesi nur. Meyle itikadi cihati olsun, meyle içtimai münasebet cihati olsun, meyle kişilerinki hukuk cihati olsun. Zaten bu dünya ve o dünyadaki bir insanınki yüzünün tabii yaratılış kanuniyetine uygun haletteki saadetini saklaş, insaniyetin aklının yüzündeki mevcut kudretle bu yerdeki dengini saklap bulunmaydı diyor. Allah azze ve celle'ninki Kur'an-ı Kerim'de nazil kılışı mana mushu dengini yani bu yerdeki ölçemle cahil etkidir. Bu hamma kısmında ifadelendi. Allah tarafından nazil kılınan vahiy meyle vahiy matlub yani Kur'an-ı Kerim olsun meyle vahiy gayri matlub Resulullah'ın sünnetleri olsun. Bu hamle bayatın diye doğru hatalık dengesini tenişleştikçe gayet zor bir çok küçük okşaydı. Bu dönemde pekimi adlilaştırıp düşündürüş için bundan misaller, hissi misaller düşündürmek. Misalın ki en büyük fikirler okşamışsınlar. Kısmeten müştimine yurtuşka yıktı. Yani mesela altın okşasak mı? Altın kesek.
Altın misal alsak, altın o'sha kishilarniki normal mavjud iqtisodiy terappiyat ishlarini bir dengani saqlashda eng muhim asosiy kuch hisoblanadi. Vahiy nozil qilingandan keyin buningki hayotga tatbiqlangan shakli tunji qatimliq eng amaliy tatbiqlab ko'rkatgan shakli Rasululloh alayhissalomningki so'zi, Rasulullahning amaliy yashimi va Rasululloh bilan bir davrda yashagan kishilardan sodir bo'lgan narsalarga payg'ambarimning tutgan pozitsiyasi asosida o'sha ilohiy dasturninki rasmiy amaliy hayotdagi shakli payg'ambarimning davrida Rasulullahning o'zining ko'k qo'yish shakli asosida ifodalanadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalamningki vahiyni hayotlikda qanday tatbiqlaganligini ko'rib, tushunib, buni qabul qilgan sahobalarning hayotida ham mushu ilohiy vahiy hayotdagi hamma tarmoqlarga o'xshagan shaklda tafsiliy tatbiqlanadi. Taki hamda o'zimizningki tiyimiz bo'lgan mazhab peshvolariga keldik. Meşhur ümmet suların imanlılıkını itiraf qilgan mazhab peshvolari. Buna mühim cümle. Ularninki imametçiligini ümmet itiraf qilgan deganni inşallah ayırda yana tafsirlaymiz. İmam-ı Azam, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed ibn Hanbal. Bular şu ümmeti Muhammediye bu kişilerninki imametçiligiga birdek ittifoqqa kelgan, o'shalarning yetakchisiga birdek ma'qul bo'lgan. Ta bu kishilarning davriga kelgan. Ya'ni buning eng avvali Imom Azam Hazrat hijratninki 150-yil vafot topgan. İmam Ahmed ibn Hanbal eng kichik hijratninki 241-yil vafot topgan. Ya'ni dastlabki davrdagi to'g'ri. Bularning davriga kelguncha oldida sahobalar davri va cho'ng tabiinlar davri. Bu ikki davr o'tgan oldi. Bu ikki davrning o'zida tabiinlar sahobalardan o'rgangani bo'yicha va sahobalar Rasululloh alayhisolatu vasallamdan o'rgangani bo'yicha ilqi ilohiy nususning hayotga tatbiqlangan shaklini yashab o'tkazgan. İmam Azam Hazretleri'nin tahtı bir yerde muşu ilahi neslinin yaşamga tatbiqlaydigan bir kelibini tekşiriş degan narsa şu anda başladı. Bu kelibini tekşiriş degan nima o'xshaydi o'lsa? Masalan, başta muşu ilahi nususni altın o'xshatgan. Altının o'zi nihoyat qimmatli. Bütün ihtiyaçlarımızı qamdayalaydigan shunday kuch sahip narsa olsunmi? Lekin buningdan bevosita o'zimiz muhtoj bo'lgan narsalarni o'zimizning bevosita qila olishimiz bu noto'g'ri. Sahobalar davri, tabiinlar davri deganimiz shu davrdagi kishilarning hammasini o'xshash saviyada emas. Ularningki shu ilohiy narsaning o'zini hayotga tatbiqlashda tatbiqlayalaydigan iqtidordagilarga uni qilolmaydiganlar tabi bo'lgan asosda yashab keldi. Bu mazhab peshvolarining davriga kelgan vaqtida chiqqan yangi narsa bo'lsa, o'zidan muqaddam bo'lgan sahobalarni, tabiinlarni, uning muqaddimasidagi Rasulullohni shu nasli zodi qanday pochilab, qanday tushunib real mevcutlikta, yani yaşamda, hayatta bunu zodi qanday ishlatishimiz kerak deb amaliy ko'rkatgan hayotini bu imomlar mushu ishlatishning kalimini suzgan ekan. Bularga yana ilgirki salaflarda yo'q bir narsani mavjud qilgan emas. Bularninki eng cho'ng qilgan ishi kalibni deb chiqqan. Kalibni. Xuddi zagan o'xshaydi, zagan.
altın okşaş bir narsa. Lekin bu altından yasaladigan narsalarning pasligi farqli bo'ladi ekan. Bizning Uyg'urcha bir pasl bo'ladi ekan, turkcha bir pasl bo'ladi ekan, arabcha bir pasl bo'ladi ekan, o'xshamagan pasl bo'ladi ekan. O'xshamagan paslninki bunda farqli chiqishi ashu kuch deb tasvirlayotgan oltinni qanday shaklda hem şu altının tabiiyatiga uygun şekilde ve hem insanların yaşamga, insanların mahiyet tabiiyatiga uygun şekilde işlettiğini bulunduğun bir kelibini icat kılayabilgenlikte. Okşamagan ustamınınki pasıl okşamadı diyenlerin maalesef emniyette aşı altını işletişte kollanıvatkan kelibi okşamadığı diyenler. İmam-ı Azam, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafi, İmam-ı Ahmet digücüler bular qanday adamlar dese bular altınga o'xshaydigan nesnin o'zining davrigacha payg'ambarim orqali o'rnak qilib ko'rsatgan. Sahobalar orqali o'rnak ko'rsatilgan. Tabiinlar orqali o'rnak ko'rsatilgan mavjud fasullarga asosan shuningki kelibini oturup koygan. Bu naati çoğuşma. Bular meyle devredin olsun, meyle devredin kiyin olsun, muşu türdeki şu neslin faydalanıştaki riayet kıladigan kelibini keşf kılgan hem devredeki ulemalar bularning aşı keşf kılgan kelibini kubul kılganlar. Yani muş fason rast to'g'ri ekan, rastmış neslin tabiiyatiga uygun ekan, rastmış insonlarning dunyo va oxiratlik saodatida mushu bo'yicha biz tushunib va riayat qilib va tushunib mansa bo'ladi ekan degan asosda qabul qilganlar. Endi bu xil xizmatni qilganlar aslida oraliq to'rt emas. Davrida bunda mujtahidlik deganimiz şu. Yani nususdan aşu reallıkның to'g'ri xatosidan iborat bo'lgan ilahi ahkamni bizga suzishda rioya qilishga tegishli bo'lgan qilib o'tirib qo'ygan odamlar deganga. Mujtahidlar. Bu xil saviyadagi odamlar dastlabki davrda aran ko'tamas, jiq bo'ladi. Ba'zi ulamolar 80 gapirdi. Lekin Allohning irodasi bilan bu şularning o'tirib turgan kalibi, ularning keyingi shogirdlarning naql qilishi, qayta murojaat qilib tekshirishi va izlanishi asosida keyincha istiqror tepib bigigan shaklda mushtur. Bu to'rt imom ularningki o'tirib qo'ygan narsa aşu altınga o'xshaydigan nasning o'zini zadi qanday qilsak to'g'ri tushunib, reallikda shu nasni to'g'ri yashay olamiz deganlikka o'lchimini o'tirib qo'ygan. Bu imomlardan keyin mushu imomlarning o'tirib qo'ygan qalibi asosida ummat islomiya davomli mushu izda menib keldi. Ulardan keyingi mazhab chiqqan mujtahidlar, masalan, Hanafi mazhabidagi ulamolar va yoki Shofiy mazhabidagi ulamolar va yoki Maliki mazhabidagi ulamolar degan gapning ma'nosi shu aslidagi mazhab peshvolari o'zidan muqaddam bo'lgan sahoba va tabiinlar davridagi nasni tushunish qalbini xulosalab bergan shu imomlarning qalbini tahmi inchiklar, tahmi tafsili, tahmi güzel şekilde davamlaştırıvatkanlar degan. Demek ki hem de mezahibul erba'a yine to'rt mazhab degan gap mamlakatda bu shariatning ul asosi bo'lgan ashu nasning hayotga tatbiq qilinishidagi o'lchamni o'tirib qo'yayotganlar degan. Bu ölçemin kiriş memliye başka yemez. Muş kiriş memliye yanılan şu neslinki yüzü.
Resulullah'ın tatbiqlagan şeklidir. Sahabalarning ügelgen holatidan, tabiinlarninki amaliy ishlatganiga qarata xulosalangan narsa. Bu naslning sirtidagi boshqa bir yerdan hujrab kelgan narsa. Xo'sh, endi shariat ilmlari, ulum shar'iyya degan gapning ma'nosi o'sha yerga bog'lab yo'l bersa, mushu naslning o'zini yaxshi tushunishda Allah'ın insanların muş hayattaki hamma sohadagi dengisini tanışış için oturup koygan ilahi kanuniyatini yaxshi bilishda ve tushunishda keşf qilingan, yana shu naslning o'zidan keşf qilingan aşı qalbni o'rganish degan gap. Xuddi aşı zaganing umriga o'xshaydi. Bugun kunda zagani jib bo'lgan bo'lsa-mu, balkim bu zaga ishlatadigan qasım qalbini keşf qilganlar undan chiqamas. Keşf qilganlar ya 5 ya 10 ya 15 bo'lishi mumkin. Qolganlarning hammasi shu ilgirki keşf qilganlarning usuli bo'yicha mavjud oltinni boshqalarga shularningki zavqi, ya'ni bir narsaga uygun şekilde yasab turayotganlar. Ama bu yerda asli birinchi qalb keşf qilganlar undan chiqolmaydi. Muşu şeriatın hem şunda. Nesli düşünüş ve onu yaşaştaki kalip keşif kılırlarla buna çıkamaz. Bu manadaki mujtehidlar yer yüzüdün yok olup kettiğine, bu seviyeye insaniyetin yetemegine neçe 100 yıllık oldu. Bu ta ki şu Hicriye 3-4'nin şu vaktideler ma seviyeye yetadigan adamlar kamil. En ahirki müşedem aşında çoğu müştehid oldu deb qaralgan İbn Jarir Tabari Hazret Hicret'inki 310. yılda vefat etgan. Tefsir-i Tabari'nin sahibi. Lekin irade ilahiye'nin işleri yokken bu zatınınki nesli düşünüş kalbi ma 4 imamlarınki de bugungacha naql qilinib kelmagan. Ular şu devrde tugib ketdi. Bugungacha kelganlar bor. Devrden devrga biz en zirvisiga chiqarilib, en cho'qisiga chiqarilgan o'sha nasli tushunish qalbi ichida nasli muomala qilib yashab kelamiz. Bugungi kungacha. Shariat o'rganuvchilar o'sha qalblardan birini o'rganadi. Kudreti ve imkaniyeti yetse hemmini günüdür. Ama muşu yolda mı? Aşı zâgâni şagîte, aşı hünâni günüş için toxtma, onu. Aşında kıygandak, uzun mezgillik musafe, mani muşu qalbni özleştirişke ki. Mezhepte oturusu da, ergizme bir-birisiga to'qinish yuz bergan emas. Mezhep işi var biri. İmam Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed. Bularning bir-birisinin nesli düşünüşteki bu qalbini tutgan pozitsiyasida unda inkar muamelesi bo'lgan emas. İmam Malik Hazretdan so'raydi. Iroqdan İmam Azamdan birin chiqib, qandaroq odam shu? Bilemla bir kurashga turib, "Bam jada" degan vaqtida İmam Malik Hazret Medine'ye kelgan vaqtida paranglashgan. Ama acayip zeki ve acayip akıllı adamkenki, şu türlükni ko'rsatib, muş türlük altın deb da'voga bo'lsa, aş adamlarni qoyil qila oladigan, dalil qila oladigan darajada aşında zeki adamki. Men o odamda hech qanday bir sharni ko'rmadim dedilar. İmam-ı Şafii Hazret, İmam Azam'ınki şagirdi İmam Muhammed'inki kurdu bu adem ve İmam Muhammed'in kaldırılgan eserli bilen fıkıh öğrengeldi. Ve İmam Azam hakkında şunu dedi. Fıkıh öğrenmekçi olan her kanday adam İmam Azam'da muhtaç. Şu usul boyunca başlamasa öğrenmeydi o. İmam Ahmed ibn Hanbal'ın İmam Şafii hakkında diyen gapları meşhur. İmam Şafii takmış Irak kemikçilo bizim şu düşünüşünün kalbi hakkında bir narsani bilmep ekanman.
Muş adam kelgandan keyin andın biz muş gapni bildik. İmam Şafii Hazret Irak'tan Mısır'a ko'chdigan vaqtida Irak'ta Ahmed'nin fakirat adamı yok. Muş en biladiğini muşu. Yani mezhep pişivalari o'ttirisida bir-birisi o'ttirib qo'ygan tushunish qalbi haqida hech qanday bir qarshilik yoki inkor bir narsa bo'lmagan. Davr mana mushu dastlabki asrda o'tirib qo'yilgan mushu qalb bo'yicha biz bugunga chiqamiz. Bizning diyorimizga Allohning irodasi bilan Hanefi mezhep tariqati bo'yicha Allah'ın iradesini düşünüş usulü Hanefi mezhep tarihi boyunca birikti. Biz Hanefi mezhebinin kalıbı boyunca hayatının hem kısmı münasebetlik ahkamını Muşu mezhebinin kalıbı boyunca ügülüp geldi. Her devrinin yüzünde okşumuğan bu düşünüş ölçemlerine nispeten karşılıkla inkar pozitsiyalara çıkan bolsunmu, keyinki davrdagidek chiqmagan. Keyinki davrda shunda bir o'qish yo'q holat chiqdiki, kitob sunnatga asrish, kitob sunnatni ching tutish degan bu yapılaq jumla bilan o'rtam nihoyat og'ir darajada ma'lum bo'lib ketdi. Kitap sünnetki esiriş bu gapninki o'zi nihoyat güzel. Yani esirish degandan maqsad kitap sünnetni qo'g'dash, kitap sünnetni hurmat qilish, kitap sünnetning ta'limotiga %100 holatda bo'ysunish degan ma'noda bo'lgan bo'lsa, bu nihoyat güzel gap bor. Musulmonning g'ayrati kitap sünnet haqida qilingan har qanday narsaga bir odam qarshilik qilsa, buningga darhol g'ayr holatda salasulisiz holatda bunga mudofiyada turishi lozim. Bu iymon. Ama bu cümlenin ikinci bir kısmı var. Kitap sünnette ko'rsatilgan ta'limot bo'yicha yashaymiz ve bu mezhep degan gapliga qaramaymiz. Buyur efendim. Endi edebiyotga oltin misolni ham kelsak o'shaga. Aşı yanlışlıkla kesak oltinda zaganing oldiga qo'yib bunu baka kuydurup, birinci pultilab, uningga yasatganda o'zim ko'yda boltqulab, uribla, keyingi bilan chanabla, o'zimlar mana bir narsaga aylantirilma degan gaplar o'xshash. Bir aqli dengesi joyida hech qanday bir odam u oltinni taqmaydi. Aqli bir joyga ketdi deydi, xato boshlanib qoldi deydi. Nurg'un hisob kitob qiladi yana. Aşı oltinni kesib o'g'cha. Ya bunu en yaxshisi, no'ch ustamning oldiga qo'yib, azroq quloqni osmon shu. O'shada bir o'zim yaxshi ko'rgan bir pasında qilolay. Mana qildim da. Endi ma kitob sunnatninki anda ziynini sezmayotgan bir baloya ofat. Bu nihoyat og'ir baloya ofat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam kimiki kitob sunnat haqida layaqti yo'q holatda gap qilib, gap to'g'ri bo'lsa xatomi degan. Bu şekilde mudofaa qilinadigan, bu şekilde qo'g'dirilgan mana bir narsa. Bizning bütün dengimiz, bütün tartibimiz, bütün jamiyat qurulishimiz o'shanimiz o'tgan. Ya'ni jumlaning o'ng yuzi güzel ama uni ishlatgan vaqtimizdagi shakli xatarli. Xuddi mezhepning peshvolarining o'ttirib qo'yayotgan narsani Tavrat, Injilda kelgandek. Bu odam kitob sunnatga eslatgan. O'xshash ikkala narsalar bu yerda. Buni kitob sunnatni o'zining naqs aqli bilan tushunmoqchi. Tuniga aytgan tomoqni oiladan so'rab bergan qidirdiga odam shu kitob sunnatni o'zining shu aqli bilan tushunmoqchi. İmam-ı Azam'ın nesli düşünüş aklı bilen üzerine tenkit olunmadı. Bu azraqla cümlenin tekini azraqla içmesi bunun kültürlü ikenliki, bunun naiti bir hecivi nesilliki ademge nait var. Lakin bu hecivilik kitap sünnetki Mekkem esiriş degenden ibaret. Tegini düşünmeydiğen
karangu dindarlık asasıda muşunda hata hecibi nesimi bizim aramızda na kemri bozatır. Emniyette bizimki bu idiyatınca geplemen alaydı dedi. Ümmet bu adamının imametçiliğine itbak geldi. Yani muşu adamla oturup koygan pason bana hatalar ihtimali yok, bu iş doğrumuş o, bunun yeni bir şekli yok demektir. Muşu boyunca işki saatmez, dünya ve ahirette Allah'ın aldığı baganda saadetli bulunmaya zengin. Bu ümmet, bu bizden devlet ümmet demez, ta aşırı devletin tadım gerektiğinde geçecek. Acayip alımı çıkar. Ma acayip diyen kelimenin teki yetmeydi o alımının iktidarı var. Şu alımda aşı İmam-ı Azam'ın oturup koygan ölçümü boyunca nesli düşünüpmem. Biz hem de keyinki devirde de yani şu bütün umumiyüzlük aldı keyini 100 yıl. Bizning diyarımızda bağan şekli ki ama İslam dünyasında bu buran çıkıp bağ kâbının hemmini öğrüp etkinliğe aldı keyini 100 yıl. Hilafet İslamiye ağdırılğandan ki yıllar biz hem de muşunda bir malamançılıkçılık aldık. Hilafet İslamiye en tüven halde olsa bu bir kere dadı okşaydı. Mehremlikte yarar gitti, ölgüm imancısı başlığı oldu. Bu öğrenip gitişinin özü, bu öğüne tütülle titimi talan kılıverdi. Bu yimirliştin ki, bu kişilerinki nait tız şekilde bu çıkkagan vertte, bu çıkkagan malamançılıktın tutuluş hissiyatı, muşunutun bir iştirek azatlap hissiyatı, gədini geçip atkan kazda neymiş kıysa, şunda kılgan koyda ümitler. Kazda muşcilek bulatma emde, nemini kıysan, muş kazda bir kutup geçsen bu deyip oylagan da, Ümmət İslamiye, Hilafet İslamiye yimirlep, bütün Müslüman dünyası parampara olup ketkendan keyin çıqqan mevcut haldan tutulish uchun nimani o'rnak qilib ko'rkatgan bo'lsa, shuni bir qilib boqis kerak. Shuni qilib boqis kerak. Bizning diyorimizda bu shamollar kerak bo'lgan bo'lsa-mu, shu shamolning malamanchiligi asosida tarbiyalangan, shu malamanchilik bilan o'zining din diyonatini tarbiyat qilganlar degan mavjud biz bor. Malamanchilikningki tegi manbi. Tegi manbiyi bizningki mushu ibyatin temining beshida başlagan ilahi dastur ve ilahi dasturni tushunishda o'ttirg'i qo'yiladigan, agar uningga rioya qilinmay qolsa, to'g'ri qismi xato bo'ladigan o'lchamlarni düşman tutulishdan keladi. Bu hamma tarafdan ifodalar. İctimaiyatda shunda, e'tiqodiy masalada ham shunda, siyosatda shunda, hamma sohada o'xshamagan shaklda bugungi ifodada ko'radi. Bugun ibodatimizda butun yer yuzida Imom Azamdek adayat uzunlab ketgan. Şu adamda o'ttirib qo'ygan qalbni ma Hanefi fasıl ekan deb tunib turaydigan odamlar en katta olim bo'ldi degan mushuni qila oladi. Ya manda qarasak ma, ya Hanefi ekan ma. Aşırının qilgan narsani tunib turayotgan saviyada ber. Degan ilm dunyosi bunda odatda. Ammo avomning naslning ichiga tarqatgan ve tarqalgan kishilar bunga maftun bo'lgan ve bu meftunlukның asasında parampara olup ketken cümle ise kitap sünnetki esiliş. Bu cümle layık güzel ilgiyatımı şerefsizdir. Kitap sünnetki esiliş, kitap sünnetki qoğdaş, kitap sünnetki itaat kılış, kitap sünnet talimatının çıkmaslık degan ma'no olsa iman bu. Kitap sünnet defsatla atkan olsa derhal onu karıştırış, salasuri kılmaslık bu sahada. Bu iman bu. Bir adam Kur'an hakkında hakaret olkan olsa derhal bununla reddiyet tutuş, bu iman bu. Bunun petva gelmeydi o, bunun petvasını katliyen karıştırış lazım. Bu tırpı emas mevcudunun mevzusu. Ama kitap sünnet talimatının yüzünün
layakatsiz aqli bo'yicha tushunishga urinish bu yerga qat'iyan cheklangan narsa. Aşı altın misalından o'ylab olsak bo'ladi. Hech kim anda qilmaydi. Normal aqli olan bir odam hech kim o kesak altında ko'mmish başlar bo'ldi zagar kirishgan o'zamishda demaydi. Shunga qarindoshlar, bizningki dinimizning umumiy qalbi haqida dinning mohiyatlik bizdan talab qiladigan o'lchamlari haqida cho'nqur tushunishga ehtiyojimiz bor. Din sapası İslam'daki Müslümanlar sapası degan mana shu. Mayli e'tiqod qismida bo'lsin, mayli ijtimoiy hayot qismida bo'lsin, mayli shariat ko'rsatgan ta'limotlarni reallikda yashash shaklida bo'lsin, ya'ni dinimizning hamma sohasini tushunishga cho'ng ehtiyojimiz bor. Bizning qattiq jasoratimiz mumkin. Jasorat har xil shaklda shakllanadi. Ama jasoratni kontrol qiladigan sağlam bir aql dengisi, sağlam bir din tushunchasi bo'lmasa, bu jasoratidan o'zimiz boshlaymiz. Biz urushadigan dushmanniki, biz urushadigan kofirning oldiga borgacha o'zimizlar bir-birimizni bir taraf qilib tutlar, u yerga borgacha yo'lda tugab ketamiz. Alloh azza va jall mushu dunyoning o'zini oxiratningki derecinin erişilen emel etizliğe degan bo'lsa, Xudo bizga Sharq Turkistondan iborat şu diyarda yaşashni iroda qilib, bu Sharq Turkistonninki shunda shalliq davrlarida tug'ilib qolmaymiz endi. Shunda no'chinoyt baxtiyor vaqtida tug'ilib qolmay, bugungi mushunda bir manaman her vaqt her zaman imanımız imtihan uçurulduğun, her vaqt her zaman her dakikada devamlı bir imtihanın ötüp durgan bir devirde Allah irade tuttu. Fi hayr inşallah. Allah irade kandasında çokum hayır. Biz hem de muşu haletimizde, muşu düşken yerimizde ahirette lazım nesini teyyarlaşma mükemmel. Bizden ağzıma düşken bazırımızda hem naitiz malaman kıyıdığına sebepli var. İbadetim değil. Naitiz malaman bulaşka bizden seviyesimiz, dinimiz hakkındaki seviyesimiz naiti münasip. Bizden malaman kıyıdığına onda ayetler tüketmeydi. Kanlaşmadan ikisi olur derler, bu şey tarif bıraktılar hazırlar. Birden durlar. 20 adam matrepke, 30 adam matrepke. Ayşe bir sağlam akıl dengesiyle nokta malikki, mahidikada durdu. Bu şimdi bir taraf bakayla, en o dikim bir şey değil manada. Manda keyfiyatıda sahip emezdir. Bizimki manda ut cesaretimiz kontrolsüz halette mevcut. Bu durumda naite gayet zor dikkatliğe asasda düşke yerimiz ahiretteki dereceye erişiş için emel kılışka pek münasip. Xuddi Afrika o'xshaydi. Qaşse yaman chaqidi, ammo tunish taqidi. Shuningdek, bizningki holatimiz ashunda malamanchilikda imtihoni egar, ammo qiygan niyatimizmi, qiygan amalimizmi, bir tavajjuhatimizmi g'oyat zo'r bir cho'ng darajaga vesile. Allah azze ve celle hammamizni her türlü vesvese, her türlü şeytani yollarını Allah saklasın. Xudo hammamizga yüzümüz şu yolda ma'navotgan dinimizni bilish, tushunish, bu shuningga vujudimizdan bir moyillik bilan erishishni Allah hammamizga nasib qilsin. Allah azze ve celle muşu dünyayı tamamlayan ahirki dakiqini özü razılığından bir şekilde ahirlaştırmasını Allah hemmizge nasip etsin. Ahir da'vana elhamdülillahi rabbil نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترى